Assalomu alaykum. Efirda Diyor yangiliklari axborot dasturining navbatdagi soni. Dastlab bugun dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar haqida qisqacha. 2025-yilda viloyatimizga 2 million 600 ming nafar xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi. Endi shu va boshqa xabarlar haqida batafsil. Buxoro boy tarixiy merosi orqali millionlab sayyohlarni o'ziga jalb etayotgan shahar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2025-yilning yanvar-noyabr oylarida viloyatga qariyb 2 million 600 ming nafar xorijiy hamda 4 million 500 mingga yaqin mahalliy sayyoh tashrif buyurgan. Tahlillar sayyohlar oqimining ortishiga avvalo turizm infratuzilmasining kengayishi, joylashtirish vositalari sonining ko'payishi, transport va servis xizmatlari sifatining yaxshilanishi hamda madaniy meros obyektlarining kompleks targ'iboti sabab bo'layotganligini tasdiqlaydi. Mavzuni muxbirimiz Shahrizoda Hamroyeva davom ettiradi. Raqamli ma'lumotlar 2025-yilda sayyohlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar orqali turizm eksporti 707,3 million AQSh dollariga yetganligini ko'rsatadi. Shuningdek, 89 ta joylashtirish vositasi, 44 ta oilaviy mehmon uyi, 30 ta o'tovning foydalanishga topshirilishi ham turizmdagi ijobiy o'zgarishlar natijasidir. Ayni paytda qish mavsumi boshlangan bo'lishiga qaramay, eski shahar maydonida hali ham yuzlab sayyohlarni uchratish mumkin. Namaste, salom Buxoro. I'm Jared Depesh. Bir necha yil avval Buxoroda tibbiyot sohasida o'qiganman. Hozir esa deyarli har yil 2-3 marotaba sayyoh sifatida yurtingizga kelaman. Mana shu Labi havuz maydoni mening ikkinchi uyim. Har doim kelib g'ishtin rangli devorlarni, milliy buyumlar va mehribon insonlarni kuzataman. Ba'zan soatlab bu yerda qolib ketaman. Dunyoning 10 ga yaqin mamlakatida bo'ldim, lekin Buxoro men uchun mehr shahri bo'lib qoldi. Tashrif buyurayotgan bu kabi sayyohlar nafaqat boy tarixga guvohlik qilishyapti, qolaversa xalqimizning tili, madaniyati va o'lmas san'atidan ham bahramand bo'lishadi. Suhbat davomida shuning ham guvohi bo'ldikki, suhbatdoshimiz 2 yil davomida Buxoroda bo'lib, o'zbek tilini ham anchayin o'rganganlar. Doktor Depesh, keling bizga o'zbekchani qanday o'rganganingiz haqida aytib bering. Men Buxoroda odamlar gapir o'rganman. Hozir ham gaplashib turasizmi birorta do'stlaringiz yoki tanishlar bilan? Ha, juda. Blogerdan normal kursdosh ham bor, buxoroliklar bor. Hozirda blogingiz faoliyati qanaqa davom etyapti? Men Instagramda English, hind va o'zbek tiliga tarjima qilaman. Obunachilarga bu juda yoqadi. Men kelajakda yana Buxoroda kelaman. Buxoro men sizga juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Yurtimizga tashrif buyurayotgan suhbatdoshimiz singari har bir sayyoh sharif shaharni dunyoga yana bir bor tanitmoqda. Bu esa mamlakatimizning xalqaro turizm xaritasidagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.